O'zidan so'ra, albatta topasan. Bir yigit do'sti haqida bunday hikoya qiladi. U universitetda talabalik paytida yo'lda ketayotganida Umra ziyoratiga kelgan bir kishi undan politsiya idorasi qayerda joylashgani haqida so'rabdi. Do'stim esa ulovga minib olsa, qaysi tarafdaligini ko'rsatib qo'yishini aytibdi. Mashinaga chiqqandan keyin Umraga kelgan kishi 3 kun oldin haramda yuklarini, telefonini, pasportini, xullas shaxsini tasdiqlovchi hamma narsasini yo'qotib qo'yganini, o'zi esa shaxsi noma'lum kishiga aylanib, biror narsa olib yeyishga, boshpana topib to'nashga, biror inson bilan bog'lanishga imkoni qolmaganini aytibdi. So'ng gapida davom etib, qiynalib ketdim. 3 kundan beri odamlardan tilanchilik qilib narsa so'rab yuribman. Ko'chalarda uxlayapman, debdi yig'lagudek bo'lib. Haqiqatdan ham u kishi o'ta nochor holatga tushib qolgandi. Do'stim unga tasalli beribdi va Alloh taoloning borligini eslatibdi. Alloh taolo narsalaringizni o'zidan boshqa kishilardan tilanib yurishingiz uchun berkitib qo'ymagan. Siz faqat u zotdan so'rang va buyumlaringizni izlab ko'ring, ularni albatta topasiz, debdi. So'ngra cho'ntagidagi bor pulini chiqaribdi. Jami 83 riyol ekan. Hammasini umrachiga beribdi. Mashinadan tushayotganda u kishining yuzida tabassum paydo bo'libdi. Do'stim o'sha kunlarda o'qishdan imtihonga tayyorlanib yurgandi. U sinovdan o'tib ketishni Allohdan tinmay so'rar, unga yolvorardi. 2 haftadan so'ng imtihon natijalari chiqibdi. Do'stim esa savollar qiyin bo'lgani uchun birorta ham masalani to'g'ri yecholmaganman deb o'ylagan ekan. Shu sababli o'zini imtihondan yiqildim deb hisoblab, nafsini shunga ko'niktiribdi. Ammo ne ko'z bilan ko'rsinki, 83% bilan imtihondan o'tibdi. Ha, bu o'sha umrachiga bergan 83 riyol evaziga bo'lgan natija edi. Yaxshi amal ortidan qilingan duo ham ijobatdir. Shunday, ba'zi narsalar borki, uning mavjudligini har qancha inkor qilma, boshqa tarafdan yana aniq va ravshan holatda namoyon bo'laveradi. O'sha narsalarni eshitmaslikka har qancha harakat qilmagin, yanada baland va kuchli ovoz chiqaraveradi. Ey do'stim, Alloh taolo hammasini bilguvchi zotdir. Tungi namoz tavfiqqa sabab. Siz tunlari turib namozlar o'qir ekansiz, muntazam duo qilar ekansiz, bilingki, ishlaringizda, hamma amallaringizda tavfiq kuzatiladi. Chunki Alloh taolo tunning oxirgi 1/3 qismida dunyo osmoniga tushadi. Farishtalarga, qaranglarchi, menga duo qiluvchi biror kimsa bormikan, deydi. Quyida bir keksa ayolning tahajjudda qoyim bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Mening buvim bo'lardi. Kechalari turib namoz o'qishni kanda qilmasdi. Tunning birinchi qismida xuftondan keyin uxlab, hamma uyquga ketganida tun yarmida turardi. Tong otguncha Allohga duo iltijo qilib chiqardi. Alloh bu duolarning fazlidan unga va uning yetim bolalariga ham rizqini butun qilib berdi. Bolalaridan ikkitasi katta ishlarda faoliyat yuritardi. Biri Toif mintaqasining nomdor insonlaridan bo'ldi. Alloh taolo ularga ulkan boylik ato qildi. Hatto nevara-chevaralariga ham yetadigan mol-dunyoga erishdi. Bularning barchasi Allohga tavakkul etish, kechalari va kunduzlari unga duo iltijolari qilish sababli bo'ldi. Shuning uchun siz ham orzu-havaslaringiz va intilishlaringiz tugunini Alloh taologa bog'lanish bilan yeching. Yarim kechalari unga duo qilish bilan hal eting. Ojizlik hakam bo'lmasin. Ojizlik sizning hamma intilishlaringizga hakam bo'lmasin. Biror narsaga erisholmasangiz, undan ojiz qolsangiz, intilishdan to'xtamang. Allohni o'zingizga hakam qilib oling. La havla va la quvvata ni shior qilib oling. Tavakkulingiz Robbingizga bo'lsin. U sizga chiroyli hukm chiqarib beradi. Sizning yo'lboshchingiz bo'ladi. To'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bir yigit shunday deydi: Men oilaliman. Uylanganimga 4 yil bo'ldiki, ishsiz edim. Alloh taolo meni la havla va la quvvatani aytishga muvaffaq qilib qo'ydi. Bir kunda 1000 martalab aytardim. 5 kun o'tar-o'tmas Alloh taolo menga o'zimga qulay bo'lgan joydan ish nasib qildi. Zikrlarni boshlaganimdan 20 kun o'tar-o'tmas 4 yildan beri homilador bo'lmayotgan xotinim quvonchli xabar aytdi. Hozir homilaning 3-oyi. Alloh taolodan farzandim sog'-salomat dunyoga kelishini so'rab duo qilyapman. Agar sizga so'ragan narsalaringiz kelishi kechiksa, bilingki, kelish payti bo'lganda uchqur otdan ham tezroq sizni topib keladi. Sizni o'zingiz orzu qilgan baxt tomonga olib ketadi. Duo qilishdan malollanmang. Yolg'iz Allohga iltijo qilish, duo qilish, istig'for aytish g'am-tashvishlarning ketishiga kifoya. Siz g'am-tashvishlar tugamasa kerak, o'lgunimcha qoladi deb o'ylab turgan paytingizda, u sizni tashvishlaringizdan xalos qiladi.
bir kambag'al odamni bilaman. Nihoyatda bechora, hayoti iztiroblarga, siqilishlarga, oilaviy muammolarga to'la. Hatto bolalarini yedirib-ichirishda, kiyintirishda qiynalardi. Bir necha yil kambag'allikni, tanglikda yashadi. Keyin holati o'zgardi. Moddiy tomonlama yaxshilandi. O'ziga uy sotib olishga ham qodir bo'ldi. Ko'p-ko'p mol-mulklarga erishdi. Barchasi Allohning fazli bilan bo'ldi. Chunki u doim duoni lozim tutardi. Hech malollanmasdi. Zikrlarda bardavom edi. Alloh taolo unga rizqni berishiga, tangliklarni undan artishiga aniq ishonardi. Unutmang, qanchalik g'am-tashvishlar qalbingizni egallab olsa-da, ozgina zikr, duo va Qur'on qiroati bilan ulardan xalos bo'la olasiz. Allohga qayting. Ba'zilar muammolarimizni faqat Alloh taolo hal qiladi. Yolg'iz Ugina bunga qodir deydi-yu, lekin shunga yarasha harakat qilmaydi. Ya'ni duo-yu iltijoga berilmaydi. Siz undaylardan bo'lib qolmang. Allohning buyukligi, qudratining cheksizligiga iymon keltirdingizmi, unga hamma vaqt yaxshi va yomon kunlaringizda iltijo qiling. Go'zal bir hayotiy hikoya bizga ushbu xushxabardan so'zlaydi. Men doim muhtojlarga ko'maklashardim. Qalblariga surur kirgizishga harakat qilardim. Agar mol-davlatim bo'lmasa, gapirib nasihat bilan bo'lsa ham xursand qilishga intilardim. Bir necha yillar oldin men juda yomon ahvolga tushib qoldim. Hayotimdagi eng yomon kunlar bo'ldi. Hamma narsa teskarisiga ketardi. Muammolarimning yechimi haqida o'ylardim, ammo topa olmasdim. Najot eshiklari yopilgandek edi go'yo. Hamma meni ko'rib, u xato qilyapti deb aytardi. O'zimni xuddi jonsiz jasaddek his qilardim. Barcha menga qarshi edi. Bir dugonam bilan gaplashdim. Uning nasihatlarini eshitdim. U menga, "O'zing hammaga nasihat qilasan. Allohga iltijoyi duo qilinglar, muammolaringiz albatta yechim topadi deb barchamizga o'rgatasan-ku. O'zing ham bunga amal qil", dedi. Oldin bilmagan narsamni bilganday bo'ldim go'yo. Odamlarga nasihat qilar ekanman-u, lekin o'zimning qalbim qulflanib qolgan ekan. Xuddi meni uyqudan uyg'otganday bo'ldi. Menga g'am-tashvishlarni arituvchi bir arqonni ushlatib qo'yganday bo'ldi. Ishondimki, yolg'iz Robbimgina muammolarimni aritishga qodir zot. Insoniy yechimlarning hammasini unutdim. Faqat Allohga bog'landim. Xushu bilan 2 rakat namoz o'qidim. Rosa yig'ladim. Bir yaqin do'stingizga ich-ichingizdan dardingizni aytib yig'lasangiz qanday erib ketadi. Sizga yordam qilishga kirishadi. Allohga shunday yig'lab dardimni aytdim. Namozda, sajdada hamma eshiklar yopilib qoldi. Ey g'am-tashvishlarni arituvchi zot, tashvishlarimni ketqaz, ishimni oson qil. Ojizman. Men ojizga rahming kelsin. Chorasizman. Menga o'zing rahm qil deb duo qildim. Robbimga hamma dardimni aytdim. Unga duo qila yig'ladim. Duodan to'xtaganimdan keyin tashahhudni aytib salom berdim. Shundan so'ng qalbimga qandaydir xotirjamlik kirdi. Hech esimdan chiqmaydi. Qalbimni qamrab olgan qora bulutlar tarqadi. Namozdan so'ng istig'for aytib o'tirdim. Kun davomida ish qilayotganimda ham, ko'chada yurganimda ham istig'forni to'xtatmadim. Insonlar bilan iloji boricha kamroq muloqotda bo'lardim. Buning o'rniga Robbimga nido qilardim. Unga zikr aytardim. Tunda turib tahajjud o'qidim. Shu zaylda 3 kun davom etdim. Muammolarim mendan ketayotganini sezdim. Istig'for aytishdan to'xtamadim. Atrofimda kim bor, nima haqida so'zlayapti, menga qizig'i yo'q edi. Istig'for bilan band edim. Go'yoki men boshqa olamdagi odamdek edim. Muammolarim butkul tugadi. Xuddi hech bo'lmagandek. G'am-tashvishlarim aridi. Shuni unutmangki, hayot sizga qanchalik tor bo'lsa, zamon siz uchun qiyinchiliklarga to'la bo'lsa, g'am-tashvishlaringizni arituvchi zot borligini eslang. Allohni unutmang. U zotning arqonini mahkam ushlang, qo'yib yubormang. O'zi hamma narsani siz uchun yurg'izib qo'yadi. Hech qachon noumid bo'lmang. G'am-tashvish bulutlari atrofingizni o'rab olganini bildingizmi? Allohga qayting. Shunda g'am bulutlari boshingiz uzra sevinch, saodat yomg'irini albatta yog'diradi. Dard bergan davosini ham beradi. Ba'zan sog'lig'ingiz to'satdan ortga ketib qoladi. Bu siz uchun imtihon bo'ladi. Xuddi kasalliklar tanangizni maskan qilib olganga o'xshaydi. Ogohlantirmasdan, eshik qoqmasdan kelib, o'rnashib olaveradi. Davosini topolmay qolasiz. Bo'ldi, endi tuzalmasam kerak, deb o'ylaysiz. Ortidan yengilliklar kela boshlaydi. Bu yengillik qachon keladi? Siz istig'for aytsangiz, iltijo qilsangiz. Bir ayol aytadi. Erim 30 yoshlar atrofida, sog'lom edi. Sog'lig'idan biror shikoyati yo'q edi. Birdaniga tez-tez charchaydigan bo'lib qoldi. Keyin bilsak, buyrak yetishmovchiligi va qandli diabet kasalligiga duchor bo'libdi. Doim yuragini yuvdirib turardi. Yuragidan boshqa a'zolari to'xtab qolganday bo'ldi. 9 oy shunday davom etdi.
Dunyo men uchun tor bo'lib ketdi. Ko'nglimga hech narsa sig'may qoldi. Har kuni Allohga duo qilardim. Kechalari uyg'onib, to quyosh chiqqunicha iltijodan to'xtamasdim. Alloh so'raganlarimni berishiga, duolarimni ijobat qilishiga ishonardim. Yunus alayhissalomning duolarini o'qirdim. Istig'for, tasbeh va tahlillar aytardim. Payg'ambarimiz alayhissalomga salovatlar yuborardim. Sadaqalar berardim. Bir necha oylardan keyin erim shifoxonadan chiqdi. Buyragini yuvdirib turish muolajasidan qutuldi. Qandli diabet kasalligidan ham tuzaldi. Allohga shukr. Hozir uyda qo'limdan kelgancha parvarish qilyapman. Kecha-yu kunduz doim duodaman. Erim barcha kasalliklardan xalos bo'lsin, ishlari yurishib ketsin deb iltijolar qilyapman. Allohning fazli marhamatidan boshqa shifo yo'q. Allohga nisbatan doim chiroyli gumondaman. Hech qachon umidsiz bo'lmayman. Allohga ishonishdan to'xtamayman. Doim duo qiling. Allohga yaxshi gumonda bo'ling. Agar siz borar joyingiz Allohga ekaniga to'liq ishonsangiz, Alloh albatta so'raganingizni beradi. Salomga yarashaylik. Ba'zan Alloh biz uchun shunday yo'llarni tayyorlaydiki, undan rizq topish uchun yuramiz. Bu yo'lda rizq talabida yurarkanmiz, biz o'ylamagan tomonlardan nasibalar kelaveradi. Shunday qilib, Allohning fazli bilan biz uchun rizq yo'llari hozirlanadi. Buning isbotini quyidagi hikoyada qahramonimizning o'zidan eshitamiz. Yosh edim. Oilamizni boqishda onamga yordam berardim. Go'daklik paytimdayoq otam vafot etgandi. Doim onamga yordam bo'lsin deb harakat qilardim. Lekin hech bir ish oson emasdi. Menga qiyinchilik tug'diradigan yana bir jihat, o'zim yashaydigan mamlakatning fuqarosi emas edim. Yoshim 11 ga yetib qoldi. Bir baqqollik do'koniga borib, egasiga yoningizda yursam, ish o'rgansam, sizga yordamlashsam dedim. U rozi bo'ldi. Bundan oldingilar menga rad javobini berishgandi. U bir oyda 200 riyol berardi. Albatta, bu pul kam edi. Ulg'ayib borardim. Yoshim 17 dan o'tdi. Haliyam o'sha do'konda ishlardim. Keyin duo va istig'forning kuchini bilib, doim zikr qilib yuradigan bo'ldim. Har kuni tongni Allohga istig'for aytishdan boshlardim. Atrofimda do'stlarim yo'q edi. Yolg'iz edim. Vaqtimni doim istig'for aytish bilan o'tkazardim. Shu tomonlama do'stlarim yo'qligi mening foydamga ishlardi. Darsdan uyga soat 3larda qaytardim va do'konga chiqardim. Do'konning hamma ishi qo'limga o'tgandi. Xo'jayinim menga ishonardi. Do'kon katta bo'lib, mollarni olib kelish, sotish, o'rnini to'ldirish bilan o'zim shug'ullanardim. Do'konning ishi yanada yurishib ketishiga hissamni qo'shardim. Hamon vaqtimni ishlash va istig'for aytish bilan o'tkazardim. Bir kuni maktabdan kelsam, onam sen ishlaydigan do'konning xo'jayini keldi. Tez borib unga uchrash dedi. Uning yoniga bordim. O'zi shu yerda ishlasa ham Saudiya fuqarosi emasdi. Menga, men yurtimga qaytmasam bo'lmaydi. Oilam tang vaziyatda ekan. Tezda borishim kerak. Do'konni sotish uchun esa vaqt ketadi. Lekin kutishga fursatim yo'q. Shuning uchun do'kon senga. Unga eng haqli odam sensan. Do'kon uchun shuncha mehnat qilding. U endi seniki dedi. Hozir yoshim 20 da. Kichik do'konni katta supermarketga aylantirdim. Yoniga nonvoyxona ham qurdim. Bir oylik pul aylanmasi $1 million riyoldan oshib ketdi. 300 ming dollarga yaqin. Haligi do'konni menga bergan odam 2 yil oldin vafot etdi. Men uning nomidan doim sadaqa va ihsonlar qilib turaman. Oldin non topishga qiynalardim. Hozir esa Allohning fazli bilan millionerga aylandim. O'sha insonning menga qilgan yaxshiligi sababidan bo'ldi bu. Allohning zikrini har doim tilingizdan qo'ymang. Shunda sizga Alloh najot va muvaffaqiyat beradi. O'ziga bog'laning. Ba'zan biz o'ylagan, xohlagan ishlarimiz kechikib ketadi. Ba'zida bu ishlarga siqilamiz, yig'laymiz. Lekin qachonlardir Alloh taqdirimizga bitib qo'ygan narsa albatta keladi. Yana bir hayotiy misol bilan tanishamiz. Biz oilamizda 4 opa-singilimiz. Hech birimizning baxtimiz ochilmadi. Hammamiz kurslarga borib, Qur'on o'qishga qaror qildik. Onam boshligida Qur'on yodladik. Vaqtimizni shu ish bilan o'tkazdik. Baqara surasini yodlashni boshlagandik. Ishlarimiz o'z-o'zidan joyiga tushib ketdi. Uyimiz kichkina edi. Alloh taolo bizga keng uy berdi. Birma-bir yaxshi joylardan sovchilar kelib, barchamiz turmushga chiqib ketdik. Baxt shunday bo'lar ekan. Siz Allohning yo'lida yursangiz, Alloh sizga g'alabani beraverar ekan. Hazrat Ramazon Buti rahimahulloh, biz musulmonlar nima uchun qoloq bo'lib boryapmiz? Chunki Allohga yaqinlashish sabablarini bajarmayapmiz. Faqat dunyoviy ishlar bilan ovoramiz. U zotga bog'lanishni esa unutdik. Alloh taolo nimani buyurgan bo'lsa, o'sha ishni vaqtida, o'rnida bajarishni esdan chiqardik. Uning amrlarini vaqtida bajarsak, g'alaba o'zi bizga keladi degan. Shunday ekan, rizqingiz sizga kelishdan kechikayotgan bo'lsa,
Siqilmang. Musibatlar boshingizga turib qolsa, shoshilmang. Xudo xohlasa, hammasi go'zal bo'ladi. Siz Allohning zikrida davom eting.